Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiya dese de gacırız. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü leksiyanın mavzusu mındak. Amerika'nın 3 tane av amatkisi az görülüdüğün bir ahvalda okşaş bir vakitte Garbi Tinç Okeanda payda oldu. Mavzulu haber 5. ayının 27. günü Amerika Avazının Xitay Tel programısı da ilan kılındı. Haber mındak başlandı. İşkilemçi haber menbiyi Amerika Avazıga mındak dedi. Amerika Garbi Tinç Okean rayoniga 3 tane av amatki zerbedarla grup sebetti. Qaraganda Çavuşanның raketa ve yadro kurallarını tosmakçı bolus gerek. Bu işki haberinin keliş menbi doğrusu da Amerika Avaz Radyosu'nun muhbiri Stephen Herman mındak dedi. En çoğun küreşçi harbi parxot nemiz, belgelik av amatka Garbi Tinç Okean rayoniga kirip, yani başka iki tane şu yerde turuştuk av amatki bilen uçuruşudur. Bu iki tane av amatka Carl Vinson belgelik av amatka ve Reagan belgelik av amatkidir. Amerika harbi taraf nayta az görülüdüğün bir ahvalda 3 tane av amatkini okşaş bir vakitte bir rayonga orunlaştırdı. Çavuşanның gün sayın köpeyip atkan yadro kuralları ve raketalarının tehdidi Prezident Trump için aytkanda bir xərəz hesaplandı. Prezident Trump Çavuşan yadro raketalarının Amerika'ya zərb verişini tosaman dedi. Mutaxassislar mundaq hesapladı. Pyongyang 2020 yıldan keyin bundaq iqtidarni tayyorlay oladi. Haftanın 5. günü yetti devlet güroyu devlet başları İtalya'nın Selsiya arlarda yığın etiştin burun Prezident Trump Japonya'nın veziri Shinzo Abe bilen görüşken çağda yetti devlet başları Çavuşan meselesiga alaydı köngül bölüş gerek dep ta'kidledi. Görsetti. Endilikdeki yani bir haber dikkat vatandaşım. Amerika Jungo yuqori darajalik rahbarlar uchrashdi. Beijingning Çavuşan qaratgan pozitsiyasida zo'r o'zgarish yuz berdi. Mavzulu xabar 5. ayının 26. günü Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Dal hozir Jungoda ziyoratda bo'layotgan Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining Sharqi Osiyo ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi Susan Thornton 26. günü Beijingda mundaq ko'rsatdi. Jungo Çavuşan meselesinin ciddiyligini allaqachon tunib yetdi. Hamda Jungo Çavuşan chegarasida boshqarishni kuchaytdi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi bu to'g'rida javob qaytardi. Universal matbuotlar 5. ayının 26. günü mundaq ko'rsatdi. Beijingda o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining Sharqi Osiyo ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi Susan Thornton xonim mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Çavuşan meselesining jiddiy vaqt cheklik masalalar jug'lanmasi deb qaraydiganligini Jungo tunib yetdi. Amerikaning diqqati Çavuşan meselesining jiddiy vaqt cheklik masalalar jug'lanmasi deb qaraydiganligini Jungo taraf tunib yetdi. Shuning uchun ular bilishi kerakki deb hisoblaymanki, Çavuşanning maslahatlashiga qo'shilib ustal ustiga kelib, suhbatlashishga, xizmat ishlashga urinishga endi ko'p vaqt qolmaganligini bilish kerak deb hisoblayman. Diqqat vatandoshim. Hisoblaymanki deydi, Çavuşanning maslahatlashishga qo'shilib, ustal ustiga kelib, suhbatlashishga va xizmat ishlashga, suhbatlashishiga, xizmat ishlashga urinishga endi ko'p vaqt qolmaganligini bilish kerak deb hisoblayman. Ular o'zlarining loyihasini yo'l qo'yganda bir jiddiylik tuyg'usiga ega bo'ladi deb hisoblayman. Bu yerdagi ular Jungo tarafni ko'z tutyapti. Hozir Jungo taraf tinch yo'li bilan suhbat bilan hal qilish to'g'risi Çavuşanga xizmat ishlamoqchi bo'lyapti. Susan Thornton xonim nim deydi? Bu voqeat oxirlashdi.
bu vakit tügüdü. Bu vakit kalmadı. Şuna ula yakı Cungo taraf bunu biliş gerek davatıdı. Sözün Toronto hanımında görsetdi. Burun məsləhətləşkən hər xil tədbirlər asasında Amerika Cungo ilə muhakimə qılınğan məsələlər asaslanıb Bexəterlik Komiteti yeni bir karar elib nəhayət tezlikdə Çavuşanın yadro sınaqları və iğvagerçilik inkaz qaytırış gerek dep hesaplaydı. 26. gün Cungo Taşqı İşlər Ministerlik muhbirlarının kütüveliş yığınıda muhbir. Sözün Toronto hanım Cungo əməldarlarının bunun Cungo taraf ve Cungo Çavuşan çığırasını baş kuruşunu küçeytkenligini eğitip bergenligini tilga aldı. Rasmo, yoki agar şundaq bulduğan bolsa Cungo qo'llangan alaqadar tadbirlar Çavuşan tarafga qandaq signal berdi deb savol qo'yganda bayonotchi Lokan 5-ayning 26 kuni mundaq javob qaytardi. Çavuşan yerim araları yadro meselesi bo'yicha Cungo tarafning maydoni intayin aniq bo'lsa-mu Çavuşan yerim aniq u bo'lsa-mu Çavuşan yerim oralini yadrosizlashtirishdi. Bu biroq gapda takrar. Amerika harbiy parxoti mechağı bösüp girdi yani bir haber. Cungo armiyasi zarbi berdi. Mavzuli xabar 5-ayning 27 kuni Vanvet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Növbette Amerika Deniz Armiyasining qo'g'lug'uchi parxoti Janubiy Cungo dengiziga yaqin dengiz yuziga kirdi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump vazifaga o'tirgandan beri Amerika armiyasining tunji qatim shu yo'sinda çarlaş elib barganligidir. Cungo taraf bu harekatga qarshi turganligini bildirdi. Hem tadrijiy yo'sinda harbiy kuchni oshiramiz dedi. Volkochskiy xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Cungo davlat mudofaasining bayonotchisi mayor Ringo Chang 5-ayning 25 kuni mundaq ko'rsatdi. Cungo hukumati Amerika armiyasining bu harakati munosabati bilan Amerika tarafga qattiq ogohlantirish berdi. Demek 3 mesele, biri Çavuşan meselesi qanday bir taraf qilish, sözün Toronto hanımның Beijing'e bağlılığı, ikkinchisi uning keyindilla Amerika harbiy parxotlarining mechi oralığa bösüp kirganligi, yani Janubiy dengizdagi mechi oralığı bösüp kirganligi mana mushular bugungi muhim xabarlar deb qaraldi, vatandoshlarga yetkazdi.